Novostroykachi akalarimizga bugun idealni 25 sotiq kompaktli novostroyka qurishingiz uchun zo'r taklifda, yoki yo'lni yuzidan 50 metr kirganimizda mana bu Glavniy doroga Amur Temur ko'chasi bo'ladi. Masjid shundoq 50 metr yonimizda, metro Shahristanskiy 100 metr o'tganimizda. Xonadonimizni birinchi uy bo'ladi. Mana shu ko'rayotganingizdek fasadi rovni 46 metr. Oldi передомовая territoriyalari ham bor. Bemalol bu yoqqa parkovka ham qilib qo'ysangiz bo'ladi. Joylashgan joyi keladigan bo'lsak, Yunusobod tumani, Anorzor ko'chasi, Raygas ko'chasi o'zi ko'pchilik bilishadi. Yana bitta plusidan sizga aka hovlimizni shundoq orqasi ko'cha. Yana birinchi uy. Qarang, yon tarafingizda qo'shni yo'q. Uyingizni oldi tarafida ham qo'shni yo'q, orqa tarafida ham qo'shni yo'q. Bu yoqqacha bilmadim, novostroyka agar qurmaydigan bo'lsangiz, alohida turgan bino, medklinika, uchebniy sentr, xullas juda ko'p funksional qilib foydalansa bo'ladigan idealni joy. Novostroyka dom qurib, oldin agar nejiloy qiladigan bo'lsangiz, aka mana bu orqa tarafimizda ko'cha bor. Bemalol orqa ko'chadan kiradigan ham qilib qo'ysa bo'ladi. Xonadonlarimizni mana ko'rayotganingizdek, mana shu hammasi orqa tarafdan kirsa bo'ladigan eshigi qilingan. Mana bu 9 qavatli domimizni shundoq oldi tarafida Shahriston metrosi joylashgan. Yonimizda ko'rayotganingizdek, mana bunaqa o'zining stadionlari bor, детская площадкаlar, xullas bemalol qilib bu yoqqa xohlasangiz novostroyka dom, xohlasangiz albatta biznesingiz uchun bitta joy qilvorsangiz bo'ladi. Bu joyimizni sotuvda, joyi egalarini telefon raqamlarini video napisaniyasida yozib qo'ydim. Narxi kelishiladi, egasiga telefon qilib yana to'liq ma'lumot topa olasiz.